Akşam ana başına yıktım. Başarıdan qaytargan xolos. Haqiqiy paytda, ha. Videoni oxirigacha ko'ringlar, 12 minutlik video bu. Soqayda ashna yiring ketyapti, ha. Yaqlashdik. Yiring ketyapti, ha. Yiring. Boshda olma qo'ling so'yat. Ha, yiring ketyapti shuni. Qonarlash yiring. Mo'l bu yozilib ketadimi? Ha, u sovuq turish kerak, tinmay. Qon chiqyapti. Ha, qon chiqyapti. Mo'l ismeti bo'lmayapti. Mana tomon berlardan ko'rib. Mana tomondan. Xudoga olib olaylik, mo'lni sal kaltirab olaylik. Sigarasanmi? Gözümü soğurma da bu, ha? O yetayda orqasidan baylab turib majburlab, yelinini bo'shab kelaylik deb. Nima qildik-ku? Haq onu işaret çekin, ha bu. Haq onu ha? Qani bu antibiyotik ko'ramiz, ha? Suyapti ham. Yaqin desam tushgan keldi. Susi ham keldi. Ancha bo'shab qoldim, bering man tamam. Aqshda mana shunday qilib turib. Başarıdan qaytargan xolos. Haqiqiy paytda, ha. Katta straight ro'zg'orda. Ayağını sesler getiriyor. Bu ağaçta üstümüz çıkıp gidiyordu, kolum tez yok. Ha, o'sha shunaqa, o'zi asha ushlatmayapti, nima qilmayapti. Mana hali u etakka baylab, O'sha organ. taqirlab kelaverasizmi? Bitta sovuq ko'rsataman. Tepekam oldiga ancha odam kelmaydi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Endi taqirni qo'yib mana sog'ayapman. Keyin o'rganib ketarmikin, sog'diraverarmikin keyinchalik, yo doim unaqa nima bilan sog'lab. Anta bir qo'yib olsangiz hozirgidaqa tepib yurmaydi-da, misol. Xotinlar sog'ammi? Ya, ash kelin sog'ardi-da. Ha, işte. Ash ko'proq asha orqasini nima qiling, oldiniki u bolasi emasmi? Ha, bolasi yemyapti. Ha. Orqasi Soskasi ham o'zi kichkina ekan-da. ha? Soskasi ham o'zi kichkina ekan. Bu sut to'kib yuboriladi, var. To'kib, yo, bolasiga beriladi shu. Ular ana. Yo'q, men u unisidan nima qilib, yelinni sal bo'shatib qo'yaverinchi, o'sha Hozir qaysi mashina deysizmi, orqasi mashina? ha, orqa ikki tutagi ashini nima qilib, hali sovuq deganmi? O'sha nima bo'lsa ashini. Hozir siz deyman, ana siz zo'r sog'asizmi, hozir yo? Yo'q. Yo'llarga o'zingizchi. Ha, sog'ishga. Ha, zo'r sog'alman, to'g'ri olib ketdi. Qani men nima Siz sog'asizmi o'zingizga? Ajjanovar. Tepmaydi, просто mashina. Tek tur. Ash tepaygan bol mana tepmay qoldi o'zi. Nima uchun tepmayapti, bilasizlarmi? Agar nima uchun tepmayganini bilganlar kommentariyaga yozib qo'yamiz. Antibri razmerini ko'rsatib o'tamiz, undan keyin video yana davom etadi. Garantiya baquvvatdan antibri uchun rezinka bor, shimol degan shimasi uchun. Buni katta kichik qilib ko'ramiz. Chiqadi bu antibri mana. Eng katta razmerga qo'yamiz. Hozir kichkina razmer. Eng katta razmer. Kichkina razmer. Eng kichkinasi xonaga tushiradi, eng kattasini galan smentalariga limonga tushiradi. Ketmaydi. Baquvvatdan. Kichik razmer. Qolgan razmer mana. Razmer 1 2 3 4 5 ta mana. Razmer qolgan razmerga qo'yib qo'yamiz. 3 ta qo'yildi mana. Yana 3 ta qo'ydim. Materialni alyumin deyotganlar, bu alyumin emas, bu temirdan bu, baquvvatidan. Olgan ekan. Olgan shart hisob bo'ladi, o'tib yuradi. Chantir uchun. O'zbekistonda barcha tumanlarga tasdiqlash bepul, narxi 200 ming so'm. Garantiyali, baquvvatdan. Nima qiladi?
nari tomondagini ana shu orqasini nima qilib yubordi. Ha, shu. Ha, shuni bo'shataylik-da. Bizdan kommentariy yozib qo'yamiz. Nimaga bu tepmay qoldi? Sabab nima? Bo'lasi qani? Bu to'g'ri, hozir yog'li chiqyapti. Bu ha? Ha, shu yog'li. Ha, yog'da suti yaxshi o'ziga, faqat sog'ilmasdan shunaqa nima bo'lyapti. Qani agar sog'dirib bo'lgan bo'lsa, chakana yog'li sutini qo'yadi. Boshlig'i ko'pchilik aytadi, bunga bir narsa ichkizib qo'ygan, mol tepib qoldi deyishadi-yu. Yo bir narsa ichkizdikmi, yo bir narsa berdikmi, yo Yo'q, hech narsa berilgan yo'q mana. tepib yoping demakchi. Ha, xo'jda nari tomondan sog'yapti ana hozir. Ha, xo'jda Sutini yeliniga chiqarsa ham bu isitma chiqaradi buni, so'g'masa isitma chiqarib, bol rasvosini chiqaradi. Jonivor sal foydali bo'lyapti. Paqirda olib qo'yamiz mana. Degan sog'uramiz. Yog'liq. Ana shu yelini bo'shab ketsa, bir hafta bo'lib qolsa uni bolasi. Tumshuq bilan urib o'zi maqtashadi. Hozir ancha bo'shab qoldi buni. Yelinlar. Ana shu yelini og'rib ushatmayapti. Qaytib bo'ldi, ancha bo'ldi. Uni nima asha nari bolasi nihoyatda nima edi? Ha. Yomonmi, yaxshimidi? Yo'q, nihoyatda nafsi yomon edi. Ha. Shu 3 kunda ham tarsira tumshuq bilan urib, bo'shatib, Ha. tashlab tashladi. Mononisi pultasi qonni qo'yib, Bu hunarchining bolasi? ha, unasi. Ha. O yelim boru o'zi qaynayapti. Isitma bor-da, to'g'rimi shunda hozir? Ha, Qaynayapti hozir. shunaqa. Bittasi telefon qilyapti. Yirinchi kelyapti dedi. Yirinchi qattiq so'g'magandan keyin. Ha, shunaqa. Siz ham 3-4 kun tep qo'yganingiz mana shu molni. Ha, O yiring emas, qonam chiqardi shu. o'sha qo'ldan keyin uni yara bilan uni etagida baylab turib, aşağısı yengillatdi bu yerda. Ha. Xillab o'chadi mana. Bular ham. Bizga ham uni nimasi bolasi erkin katta bo'lsa bo'ldi, endi sog'ilmasa ham. Ya ben soğumasız var o ne? O'zi bittasi ham o'zi yetadi bolasi. Ya.
Yo'q, qo'shtoq, ana shundan qarang-da. Nima u? Oyog'im tagida bor. Ha. Suti g'alati mana shuni. Ya o'g'iz suti, ha? Bu o'g'izim. O'g'iz suti. Ha, qon chiqyapti. Ha? Yiring chiqyapti mana. Yiring qon chiqyapti arkadaş. Shu so'zda qo'shtoq. Ha. Ay soqqaningizdan ana shundan yiring chiqyapti, qarang. Yaqinlashtirib. Yiring chiqyapti mana. Ha. Yiring. Qo'shtoq mana qo'liga so'yapti. Ha. Ha, yiring chiqyapti o'shanda. Qon aralash yiring. Nima bo'ldi? Bu yozilib ketadimi? Ha, u sog'ib turish kerak, tinmay. Qon chiqyapti. Ha, qon chiqyapti. Sen mana shu orqasini nima qilib yuboring? Ha, o'rtasi. Ha, yuz boshlayaptimi? Hamma og'rigan bor. Yerin ham og'riyapti shekilli. Ha? Og'riqdan o'qib qo'yincha, boshqa so'y kerak. Ancha bo'shab qolgan, bering mana tamom. Sizdan like bosib qo'yinglar. Подпискingizdan chiqmas. Instagram bormi? Instagram ha, yozyapman. 24 mi degan Alloh. Bormi Instagram? Chiqadimi Instagram? Instagramda ha chiqadi. Yozyapman 24 Alloh. Instagrammi? Ha, YouTube ham yozaman 24. yozyapman 24 YouTube'da.